Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz O'zbekiston jamiyati bilan birgalikda Alaniyaga keldik. Hozir Alaniya qal'asidamiz. Juda ham chiroyli, muhtasham manzara bor ekan. Bugun Dilshod bugun nima bo'lardi? Keling Dilshod ham shu yerdalar. Alaniyaga nimaga keldik Dilshod? Bugun mana shu antaliyalik bir yozuvchi akamiz Aslan Bayir akamizni kitob taqdimoti bor. Aynan o'zbek ayollariga, o'zbek qizlariga atab yozilgan kitoblarning taqdimoti. O'zbekiston ekan kitobini. O'zbekistondan ham bir qancha shoir va yozuvchilardan iborat delegatsiya kelyapti. Xudo xolasa soat 1 dan o'tganda o'sha kitob taqdimotiga boramiz. O'sha maqsadda keldik. Ertalabdan yo'lga chiqdik. Men haydadim. Birinchi marta necha soatli? 2 soatdan ko'p yurdik. Vaqtliroq keldik. Hozir qal'ani aylanamiz, keyin yoqqa o'tamiz. Bahor opam ham shu yerdalar. Bahor opam, operator Rashidjon, u tadbirdan ham videolar ko'rsatamiz inshaalloh. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Mana bugun ekip sog'lom. Manzaramizda sog'lom. Kelishni tavsiya qilamiz. Alaniya qal'asi 13-asrda Saljuqiylar sultoni Alauddin Kaykubat tomonidan qurilgan. Baland qoyada joylashgan bu qal'a strategik joylashuvi bilan ajralib turadi. Pastda porlab turgan O'rta Yer dengizi, orqada esa Torus tog'lari qad ko'tarib turadi. Qal'a ichiga kirganingizda sizni tosh yo'llar, yerto'lalar, harbiy inshootlar va qadimiy hammom qoldiqlari kutadi. Har bir qadamda tarix bilan yuzma-yuz kelasiz. Devorlarga qarab, beixtiyor o'sha yerdan o'tgan askarlarni, sultonlarni, hunarmandlarni ko'z oldingizga keltirasiz. Va eng go'zali qal'aning tepasidan ko'rinadigan manzara. Albatta, Alaniya faqat qal'a bilan cheklanmaydi. Turkiyaning eng mashhur sayyohlik shaharchalaridan biri bo'lgan O'rta Yer dengizi bo'yida Antaliya viloyatiga qarashli hududda joylashgan Alaniyada mashhur Kleopatra plaji, Damlatosh g'ori, banan plantatsiyalari va to'kin bozorlari bilan ham mashhur. Bizning vaqtimiz oz bo'lgani uchun boshqa qiziqarli joylarni keyingi sayohatimizga qoldirib, Alaniya tijorat palatasi tomon kitob taqdimoti uchun yo'l oldik. Zalga kirib kelishimiz bilan adras va do'ppi kiyib, anjumanning boshlanishini kutib o'tirgan opa-singillarimizni ko'rib, ham hayratlandik, ham ko'zimiz quvondi. Kitob O'zbekistonda faoliyat yurituvchi Shayn Qizlar akademiyasi a'zolarining asarlarini o'z ichiga olgan antologiya ekan va kitobning turk tilidagi nusxasi yozuvchi Aslan Bayir tarafidan nashr qilingan ekan. Anjumanni akademiya raisi Shohida Yusupova kitob haqida ma'lumotlar bilan ochdi. Qatnashuvchilarning tashakkur nutqlari, she'r, qo'shiqlar bilan tadbir qiziqarli o'tdi. Albatta biz ham chetda jim qarab tura olmadik. Başarılı kızlarını buraya getirdik ve bu kitabın tanıtımı için geldik. Bu kitapta bu kitabı görürseniz Özbekistan'ı görmüş olursunuz.
En evvela istedatlı kadın kızlarımızın Özbekistan hakkındaki güzel makaleleri, şiirleri yer almış ve kendi yönlerinde çalışma işleri yer almış. Ayni damda shu sohaga qiziqqanim sababli o'z ustimda ishlab va rivojlanib kelmoqdaman. Kardiologiya sohasiga oid o'ndan ortiq xalqaro va respublika miqyosidagi maqolalarim nashr etilgan. Assalomu alaykum hurmatli taqdimot ishtirokchilari hamda xalqaro anjuman ishtirokchilari. Sizlarni bu taqdimotimizda ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Bugungi so'zlar dansi o'zbek qiz va ayollarning ijodiy ishlari taqdimotimizda yaqindan yordam bergan Baygench nashriyoti Aslonbey hamda Sharin qizlar akademiyasi rahbari Shohida Yusufovaga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Men bu taqdimotda kitobimizni taqdimotida o'zimning maqolam chiqayotganidan bag'oyatda xursandman. So'zim ushbudir. Muallim kamolot ichra ko'zgudir. O'qidim Gerodot, tarixni ko'p bor. Farabiy, Danteni takror va takror. Barini o'qidim, lol qoldi aqlim. Bariga ustozsan, o'zing muallim. Evet, Antalya'da bir Özbek Derneği kurulmuştu. Geçen irtibat kurmuştuk arkadaşlarımızla. Oradan geliyorsunuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. En azından arkadaşlarınızı, hemşehrilerinizi, ülketaşlarınızı memnun etmiş oldunuz böylelikle. Merhabalar, sayın yazarımız Aslan Hocam, merhaba değerli katılımcılar, misafirlerimiz, vatandaşlarımız. Ben Dilşat Abdülbey, yakında Antalya'da açılan Özbek Derneği Başkanı'nın, Özbek'in Derneği. Bizim derneğimiz ana alanları sağlık, turizm, eğitim ve kültür alanlarda. Geçen sefer Aslan Hocam davet etti ama maalesef yetişemedik zamandan dolayı ama bu sefer nasip oldu. Böyle bir ortamda sizleri görmekten çok mutlu olduk. Bir de hocamıza çok teşekkür ederiz. Böyle bir etkinliklerde beraber çalışmalar yaptığımız için. İnşallah bundan sonraki süreçte hocamızla danışarak başka bir kültür eğitimi olsun ya da bu yazarlarımız, şairlerimiz yönünde olsun birçok çalışmaları beraber yapabiliriz. Biz Alanya'da olsun ya da Antalya'da olsun, hocam size bir özel Antalya'ya davet etmek planımız da var inşallah. Özbek'in Kültür Günleri diye bir etkinlik yapacağız. Oradaki bizim dernek üyelerimiz de çok meraklı, yani kitaplarımızla tanışmak istiyor. Bugün 4 kişi geldik ama bundan sonraki etkinliklerde daha anlamlı bir katılım sağlayacağız. Hepinize teşekkür ederim ama şimdi izin verirseniz, şimdi ortamdan çok etkilendim. Kendim az çok bir şiir diyelim de yani bir yazılar yazmıştım. Müsaade etseniz onu da size okusam. Buyurun. Benim mesleğim doktorluk ama arada bir 40-50 tane böyle şiirler yazmıştım. Maalesef Özbekistan'da kaldı. En sonunu buldum. Dost, işitkenim var ota onam ham. Zerrece savabını bir almaz iken, yordan bir almayı kılarken akam, kıyamette karz verici bir dost izledim. Bu dünyada dostlarım koyup pulun istegen, qarz bo'lsam gar kulib pulun qistagan, sovuqda bag'riga bosib istadigan, qiyomatda qarz beruvchi bir do'st izladim. Men ham xohlayman vafodor bo'lsam, do'stim dardiga bo'lsam malham, bu dunyoda ko'proq savob ila o'lsam, qiyomatda qarz beruvchi bir do'st izladim. Hammangizga rahmat, xush kelibsizlar. Dernek Başkan Yardımcımız Firuze Hanım'a söz vereyim. Merhaba hocam, hoş geldiniz. İcazetinizle Özbekçe konuşacağım. Assalomu alaykum. Ben Antalya Bilim Üniversitesi'de İngiliz tilidan ders beraman. Shu bilan birgalikda tarixga bo'lgan qiziqishim tufayli bu yerga kelib
magistratura va doktoranturani bitirdim genel turk tarixidan. Antalyada hozir mana O'zbegim uyushmasi ochdik. Hocam size çok teşekkür ederiz. Buraya girince bir baktım pırıl pırıl O'zbekistonni hissettim. O'zbek havosini ko'rganda juda ham xursand bo'lib ketdim. Mana adresimni olib kelganim mashinada qolib ketibdi. Hamma adresda do'ppida xuddi O'zbekistonga kelib qolgandek bo'ldim. Sizlarga katta rahmat. Undan tashqari davetiyani ko'rib bu qanaqa kitob ekan, keladigan yozuvchilar qanaqa yozuvchilar ekan deb juda ham qiziqib keldim. Hozir tushunishim bo'yicha har biringlarni asaringlar, ijodiylarning namunasi shu kitobdan joy olgan. Tasanno sizlarga. Juda ham chiroyli ijodiylar bor ekanki, nafaqat O'zbekistonda, mana dunyoga tanilishni boshlabsizlar. Men sizlarga bu oson ish emas, men bilaman. Bu ishingizda kuch-quvvat tilayman, omad tilayman. Qalaminglar o'tkir bo'laversin. Sizlarni nafaqat O'zbekiston, nafaqat Turkiya, butun dunyo tanishin. Siz ham O'zbekistonni chiroyli tarafidan butun dunyoga taniting. Xush kelibsizlar. Rahmat sizlarga. Teşekkür ederiz. Yar, yar, yarim manay. Vashabada kurgur ilk sahar. Alıp gitti gülning tatını.